O'zbekiston amaliy san'at va hunarmandchilik tarixi muzeyi mazkur maskan nafaqat mamlakatimiz aholisining, balki mehmonlarning ham sevimli joylaridan biri hisoblanadi. Bugun sizga mazkur muzeyda so'nggi yillarda topilgan kashfiyotlar haqida ma'lumot beramiz. Eng qiziqarlisi, muzey binosi 1870-yilda qurilgan bo'lib, 1896-1904 yillari inshootning badiiy bezash ishlarida Toshkent va farg'onalik kulollar, yog'och va ganch o'ymakorligi ustalari qatnashgan. Muzey eshiklaridan kirishingiz bilanoq sizni noyob eksponatlar kutib oladi. Masalan, mana bu 19-asrga oid yog'och o'ymakorligining yorqin namunalaridan biri bo'lgan eshiklar. Bu yerdagi bitiklar esa undan-da noyob. Haqqa ishonadigan insonlar uchun. Bu bitiklar azaldan yurtimizda barcha e'tiqod vakillariga hurmat bilan qaralganligini yorqin namunasidir. Muzeyning hovlisi ham arxitektura jihatidan juda serhasham qilib bezatilgan. Bu yerda qad rostlagan ustunlar yog'och o'ymakorligi ustalarining mahoratidan so'zlaydi. Muzey hovlisiga kirib kelishingiz bilanoq sizni salkam 1,5 asrlik eman daraxti viqor bilan kutib oladi. Energiyasini his qilyapman. Ajoyib-a? Bu muzeyning markaziy zali, ya'ni mehmonxona. Uning devorlari o'ymakor ganch bo'lib, ustidan tempera bo'yoqlar berilgan. Zalning naqshinkor shiftini 4 tomondan mohirona bezatilgan guldor va o'ymakor ustunlar ushlab turadi. Mehmonxonada 2 pech bor. Mazkur pechlar ham o'ziga xos ma'noni anglatadi. E'tibor bergan bo'lsangiz, ularning gumbazlari bir-biridan farq qiladi. Biri cherkov gumbazini yodga solsa, ikkinchisi masjidning gumbazini eslatadi. Birgina shu elementning o'zi mamlakatimizda barcha e'tiqod vakillari birdamlikda hayot kechirayotganining timsoli desak, mubolag'a bo'lmaydi. E'tiboringizni mana bu 2 yog'och eshiklari ustidagi koshinlarga qaratmoqchiman. Bu yerda qanday bitiklar bitilganini bilarmidingiz? Dunyo 2 eshikli bir karvonsaroy. Biridan kiriladi, ikkinchisidan chiqiladi va bu karvonsaroyga har doim yangi mehmonlar tashrif buyuraveradi. Bu Hofiz Sheroziy qalamiga mansub misralardir. Uning falsafiy ma'nosini anglagandirsiz. Muzey markaziy zalining sharqiy devorida kufiy yozuvga o'xshash bezakli ganch panjarasi ham ulkan bir jumboq edi. Joriy yilda muzey xodimlari tomonidan olib borilgan ilmiy izlanishlar natijasida panjaradagi ganch bezaklar 12-asr Fotimiylar davriga xos bo'lgan Al-Sahih Talai masjidiga oid o'simliksimon ornamentlar va kufiy yozuvli bezaklardan yaratilganligi aniqlandi. Hozirda eksponatning asl nusxasi Qatarning Doha shahridagi Islom san'ati muzeyida saqlanmoqda. Qadimdan ona momolarimiz farzandlariga sarpo yig'ishga alohida e'tibor qaratishgan. Masalan, so'zanalarni olaylik. U yerda oddiy naqshlar emas, balki onalarning, momolarning o'z farzandlariga, oila a'zolariga tilaklari bitilgan. Yoki bo'lmasa, mana bu paranjini olaylik. Bu yerda oddiy naqshlar emas, balki arab alifbosining ayrim elementlari aks ettirilgan. Ayni paytda O'zbekiston amaliy san'at va hunarmandchilik tarixi davlat muzeyi o'zbek xalqining badiiy va dekorativ san'ati kolleksiyalari to'plangan xazinaga aylangan. Uning fondida 7,5 mingtadan ziyod eksponatlar mavjud bo'lib, ulardan 1000 ga yaqini ekspozitsiyadan o'rin olgan. Muzey fondida sopol va zargarlik buyumlari, oltin kashtalar, milliy kiyimlar, so'zanalar, gilamlar, to'ppilar, miniatyura hamda yog'och rasmlari, chinni buyumlar, musiqa asboblari va boshqa ko'plab eksponatlar bor. O'zbek amaliy san'ati nafaqat san'at, balki falsafiy ma'noga ham ega. Masalan, mana bu mis idishlari oddiy uy ro'zg'or buyumlari.
Siz undagi naqshlarni oddiy naqsh deb o'ylarsiz, ammo bu yerda xattotlik uslubida bitiklar bitilgan. Muzey xodimlari kelgusida ushbu bitiklarning sir asrorlarini o'rganishni rejalashtirishgan.